Assalomu alaykum, sportni ajoyib yo'nalishi futbol ixlosmandlari kanalimizga xush kelibsiz. Mehnatimizni qadrlaysiz degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va Sport vaqti kanalimiz rivojlanishiga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Madridning Real klubi kelajak uchun tarkibni yoshartirishda davom etmoqda. Ispaniya matbuotida tarqalgan xabarlarga ko'ra, qirollik klubi Manchester City vakili 20 yoshli ingliz futbolchisi Nico O'Reillyni o'z safiga qo'shib olishni rejalashtirmoqda. Madridliklar skautlari aynan Britaniya bozorida yosh va iqtidorli o'yinchilarni qidirishga alohida e'tibor qaratishgan. Bu haqda Vesti.kz xabar beradi. Nico O'Reilly garchi markaziy yarim himoyachi sifatida tanilgan bo'lsa-da, Pep Guardiola qo'l ostida ko'proq himoya qanotlarida harakat qilmoqda. U joriy mavsumda barcha turnirlarda 40 ta o'yinda maydonga tushib, 6 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Futbolchining Manchester City bilan 2030-yilga qadar mo'ljallangan uzoq muddatli shartnomasi mavjud bo'lishiga qaramay, Real Madrid uning transferi bo'yicha jiddiy ish olib bormoqchi. Transfermarkt portali yosh futbolchining bozor qiymatini 40 million yevro atrofida baholamoqda. Madrid klubi rahbariyati Nico O'Reilly kelajakda jahon futbolining yangi yulduziga aylanishiga ishonch bildirmoqda. Ayni damda tomonlar o'rtasidagi muzokaralar rasman boshlanmagan bo'lsa-da, ushbu transfer yozgi mavsumning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi mumkin. Ekspertlar City futbolchilarining kechagi o'yiniga qanday baho berdi? Angliya Premier Ligasida chempionlik taxti uchun kurashayotgan Manchester City kutilmaganda o'z uyida ochko yo'qotdi. 29-tur doirasida kechgan bahsda shaharliklar Nottingham Forestni yenga olishmadi. Mazkur uchrashuv o'zbekistonlik muxlislar uchun Abduqodir Husanovning maydonda ko'rinish bergani bilan yanada ahamiyatli bo'ldi. Zamin.uz ushbu dramatik bahs tafsilotlari va futbolchilarning olgan baholarini taqdim etadi. Josep Guardiola shogirdlari o'yin davomida 2 bor hisobda oldinga chiqib olishdi. Antoine Semenyo va Rodrining gollari Etihad stadionini junbushga keltirgan bo'lsa-da, o'rmonchilar iroda ko'rsatib, muvozanatni tiklashga muvaffaq bo'lishdi. 2-2. O'yinning 76-daqiqasida Guardiola himoyani mustahkamlash va hisobni saqlab qolish maqsadida hamyurtimiz Abduqodir Husanovni maydonga tushirdi. Nufuzli steamedcompany.com portali ekspertlari futbolchilarning harakatlarini quyidagicha baholadi. Himoya va darvoza chizig'i. Gianluigi Donnarumma Oltondan gollarda aybi yo'q, o'z darajasidagi sevlarni amalga oshirdi. Mateusz Nunes Oltondan raqibni jismoniy toliqtirdi, ammo hujumning yakuniy nuqtasida aniqlik yetishmadi. Ruben Dias 7.5. Mudofaaning haqiqiy yetakchisi ko'plab xavfli vaziyatlarni bartaraf etdi. Mark Gexa 7.10. Dias bilan tandemda ishonchli o'yin namoyish etdi. Yarim himoya va qanotlar. Ryan Aït-Nouri 7.5. Hujumda faol bo'ldi va golli uzatma muallifiga aylandi. Keyinroq o'rnini Husanovga bo'shatib berdi. Rodri 7.5. Maydon markazida jamoani oldinga boshladi va muhim gol urdi. Bernardo Silva 7.5. Raqib himoyachilarini doimiy bosimda ushlab turdi. Hujum chizig'i Ryan Cherki 8.9. Uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi, uning uzatmalari va xavfli yurishlari Nottinghamni ancha qiynadi. Antoine Semenyo 7.5. Birinchi bo'lim qahramoni, chiroyli gol muallifi Phil Foden 10.6. Ikkinchi golda xatoga yo'l qo'ydi va o'yinida pasayish kuzatildi. Erling Haaland 10.6. Bu gal gol mashinasi raqib himoyasini yorib o'ta olmadi. Abduqodir Husanov va zaxira kuchlari. Abduqodir Husanov 6.dan. Ekspertlarning fikricha, uni maydonga ertaroq tushirish kerak edi. Hamyurtimiz o'yinga tez kirishib ketdi va so'nggi daqiqalarda muhim ochkoni saqlab qolishda o'z hissasini qo'shdi. Savio 6.dan. Zaxiradan tushib o'yinni jonlantirdi. Uning zarbasini darvoza chizig'i ustidan qaytarib qolishdi. Jeremy Doku 6.10. harakat qildi, ammo natija chiqara olmadi. Manchester City endi bor e'tiborini 14-mart kuni West Hamga qarshi kechadigan safar o'yiniga qaratadi. Chempionlik uchun kurashda har bir ochko oltinga teng bo'lib bormoqda. Sizningcha Guardiola Husanovni asosiy tarkibda tushirishni boshlashi kerakmi? O'zbek futboli yulduzining APLdagi imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Shu bilan bugungi yangiliklar o'z yakuniga yetdi. Kanalimizga obuna bo'ling va eng so'nggi xabarlardan xabardor bo'lib turing.
Do'stlar, bizni ko'pchilik kuzatishmoqda, lekin obuna bosmayapsiz. Iltimos, obuna bo'lib qo'ying. Biz uchun har biringiz qadrlisiz.